Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, YouTube kuzatuvchilari, sizlarga xudo xolasa birinchi videomizni olyapmiz. Inshaalloh qishda g'amini yozda yeydiganlaridek, xo'p, akalarimiz shunaqa optim joydan arzon narxlarda sifatli, aqlli avtomat, pol avtomat kotyollarni ishlab chiqarishni boshlashibdi. Xudo xolasa bu kotyollarni o'zimiz usta sifatida ko'rib, ichlarini, ko'rinishlarini, rasxodlarini eshitib, o'ta darajada hayron qoldik. Listlari ham turli list bo'lar ekan. Bunisi verxniy gareniya deyilar ekan, pol avtomat kotyol ekan. Sutkasiga 2 kvadrat joyga 30-35 kilo atrofida rasxod qilar ekan. Bular ham xuddi shunaqa, bu avtomatlashgan variant ekan. Endi bunkerlarini ustanovka qilib, eshiklarini ustanovkasi jarayonida ekan. Xudo xolasa kraskalari ham parashkavoy uzoq yillarga xizmat qiladi. O'sha sirli kraskadan ekan. Undan tashqari akalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab hamda qo'shni davlatlarga kargo orqali eksport ham qilishaverar ekan, chiqarishaverar ekan. Xo'p, akalar, hali kotyol qo'yishga ulgurmagan akalarimizga tavsiya. Biz o'zimiz usta sifatida mana ko'rinayotgan bo'lsa, listlari qalin, ishlarini sifatiga gap so'z yo'q. Ashibkalari ham o'ta darajada ideal, bunaqa stiklavatalar bilan. Bu tashqi varianti, ham ichkariga ham tashqariga katennigiz bo'lsa, katennigizga ham qo'ysangiz bo'laveradi. Tashqarida ochiq joyingiz bo'lsa, shu joyga ham qo'ysangiz bo'laveradi. Bular mana ichkariga moslangan pol avtomat varianti ekan. Mana shu holatda bezashibka bo'lar ekan. Xo'p, akalarimizda 150 kvadratdan 10.000 kvadratgacha bo'lgan bino, uy, xonadon, obyektlarga shunaqa aqlli avtomat, pol avtomat kotyollarni yetkazib berishaverar ekan. Xo'p, akalar, kimga shunaqa aqlli avtomat, pol avtomat kotyol kerak bo'lsa, akalarimizning nomerlarini ham ko'rib olsalaring bo'ladi. Undan tashqari opisiyaga ham yozib o'tib ketamiz. Xudo xolasa akalarimizga murojaat qilinglar. Atrofdan ancha arzon narxlarda chiroyli qilib berishadi. Eng qulay tarafi akalarimizda 4 yil garantiya, 2 yil servis xizmati mavjud ekan. Xo'p, akalarimiz mana ishxonalaridan lavhalar, xudo xolasa qiziqqan akalarimiz, yo hamkorlik qilaman degan akalarimiz bu voha taraflardan, qo'shni shaharlardan sheriklik qilaman, yo bo'lmasa mahsulotingizni sotaman degan akalarimizga foydalangani zo'r variant. Inshaalloh hijolat qilmaydi. O'tgan yili qo'ygan akalarimizdan ham bir nima oldik, intervyu oldik. Akalarimiz o'ta minnatdor, baraka topdik deyishyapti. Xudo xolasa akalarimizga murojaat qilinglar. Ishlarini sifatiga lekin umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana svarkalariga baho berib qo'yasizlar. Bunaqa pol avtomat apparatlarda qo'yishar ekan. Mana kraskalari ham o'ta darajada ideal. Akalarimizda arzon tarafini nimaga arzon desalaring, akalarimiz o'zlari Rossiya, Xitoy davlatidan listlarni olib kelib, mahalliy narxlardan ancha arzon olib kelib, o'zlarida ishlab chiqarishmalar, lazerlari bor ekan, gibkalari bor ekan, vasopga hamma narsalari o'zlarida mavjud ekan. Bundan tashqari mana akalar o'sha parashkavoy kraska quritadigan sushilkamiz. Battan ham bitta lavha qilib o'tib ketamiz. Shunaqa holatda sepilib quritilinar ekan. Inshaalloh kimga shunaqa manfaatli videolar yo mana shunaqa manfaatli ishlab chiqarishlar qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa xalqimizga manfaatli videolar olib qo'yamiz. Bizda bunaqa bachkana narsa yo'q. Xudo xolasa imkon qadar xalqimizga arzon, manfaatli, chiroyli videolarni olishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar akalar. Ishlariga bitta baho beringlar. Svarkalariga o'ta darajada ideal holatda, o'ta darajada. Ashibkalarini ham kak zavodskoy, zavod bilan ham raqobatlashaveramiz deyishyapti. Yevropa standartlariga javob beradigan kotyollar ekan. Xudo xolasa olsalaring shu kotyollardan baraka topasizlar. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab dastavkalari mavjud ekan.
o'sha aytganimdek qo'shni shaharlarga ham, qo'shni davlatlarga ham eksport qilib berishaverar ekan. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, hali kotol qo'yishga ulgurmagan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Ishlatib ko'ringlar. Yoqsa, xudo xolasa sizlardan keyingi yilga qo'yadiganlardan, misol sizlardan maslahat oladi, boshqa qiladi. Bir ochiq fikrlaringni aytasizlar. Tavsiya qilib qolamiz akalar. Aloqaga chiqaveringlar.